Xullas kalom, mamodan Qaysar, to'g'rimi? Uchinchi narsa yoqmaydi. Kaprizlimiz biz. Kaprizniy. Qaysarsiz-da, to'g'rimi? To'g'rimi, shu? Hop. Hozir mana mashinani yeb ko'rasiz. 5 barmog'iga olib keldim sizni. Menga sho'rvasi. Do'st akasimi aytasiz? Hop, menga birinchi sho'rvasi yoqdi. Sho'rvasi. Hozir hali ulardan tatib ko'rmadim. Lekin siz ko'rmagan narsa bor deb o'tdi. Ha, mana nima edi? Qo'rg'ali qazi bor. U bilganingiz bilgan. Shunaqa. Yemagansiz-a? Yo'q, hali yeb ko'rmadim. Mani davrimda yeb olasiz mana shunaqa narsalarni. Men kaprizli odamman, bor-ku. Men unchunchi narsani ovqatda reklama qilmayman. Shu joyda mana shu bitta yeb ko'ring, aka. Qani bu? Mazasiga. Ha, bismillah. Qani. Ozgina bitta tishli. Masal keladi, o'zi yoshingda. O zo'r ekan qani. Bor haqiqatni ayting, baribir pul to'laysiz, aka. Hop, menga yoqdi, Ikrom 5 barmoq yoqdi. Kachasini gapiring. Hop. Menga yoqqan siz gapirish uchun bering. Bitta qilmasdan, yoqdi. Go'shtlari sho'rttangina ekan. Menga o'zi sho'rttangina go'shtli yoqadi. Ba'zi bir joylarga borganda go'sht sho'r bo'lmaydi, o'shaning uchun oddiy bo'lib qoladi. Bu yerda hozir maza. Ketidan limon choylarni ichdi, hammasi zo'r bo'ldi. Menimcha kim bilan kelasiz ayting? uydagilar bilan kelsa bo'ladi, o'rtoqlar bilan kelsa menimcha hammasi yoqdi degan fikrni bersa kerak. Karachi profilligini atmetka qilaman, nomerlarni ham qoldiraman. Bemalol eng yaqin insoninglar bilan ko'rasizlar. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya